Qashqar viloyatida taralgan Wuhan virusi yuqumining majburiy emgak lagerlariga chetildiganligini ilgari surildi. Qashqar shahrida yuz bergan Xitoy virusi yuqumining izi Uyg'urlar ishlashga majbur bo'lgan to'qimchilik zavodida tepildi. Shu yerdagi aholilar davlat egiligidagi zavodning ishchilar bilan liq to'lganligini aytdi. Bir ishchida ko'rilgan virus nihoyat tezla boshqalarga tarqalgan. Xitoydagi millatlar masalalarini tadqiq qiladigan germaniyalik Adrian Uyg'ur quramiga yetganlarning hammasi to'van maoshli zavodlarda ishlashga majbur bo'ladi. Xitoy hukumatı bu zavodlarning nimratlikdan qutuldirish programmasi ostida qurilganligini o'tirg'a qo'ydi dedi. Strategik va xalqaro tadqiqot markazi kishilik huquq tashabbusining mas'uli Amekelig bu xalqaro qonun bo'yicha majburiy emgak bo'ladi dedi. Xitoy bu rayonda kam deganda 3 million Uyg'urni tarbiyalash markazlari nomida jazo lagerlarida tutib turmoqda. Yevropa İttifoqining Uyg'ur jazo lagerlariga chetishliq bir Xitoy texnika shirkatining mahsulotlarini ishlatganligi oshkorlanib, g'ulg'ula qo'zg'adi. Germaniya to'lqinlari radiosining oshkorlashicha, Yevropa Ittifoqi Wuhan virusi yuqumiga qarshi Xitoyning Haykong texnologiya shirkati ishlab chiqargan issiqlikni sezish kameralarini ishlatmoqda ekan. Xabarda bu kameralarning Yevropa parlamenti va Yevropa komissiyasining binolariga o'rnatilganligi, uning bilan binoga kirguvchilarning badan temperaturasi tekshirilganligi ilgari surilgan. Amerika hukumati Haykong shirkatining Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligiga ishtirok qilganligi sababli o'tgan yili uning mahsulotlarini cheklagan. Xabarda ta'kidlanishicha, Yevropa Ittifoqining bu kameralarni ishlatishi Xitoy kishilik huquq xotirasini qattiq tanqid qilib kelayotgan bu organning siyosatiga zid ekan. Yevropa komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen texi bu yil 6-oyda Xitoy bilan kishilik huquq va tub erkinlik masalasida murassa qilmaydiganligini bildirgan. Yevropa Kengashining prezidenti Charles Michel o'tgan oy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida biz kishilik huquqni hurmat qilishni olg'a surishdan to'xtab qolmaymiz. Bu Uyg'urlardek osonlik millatlarni o'z ichiga oladi degan. Amerikaning Berlindagi elchixonasi va Myunxendagi konsulxonasi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bilan hamkorlashib, Uyg'ur haftaligi faoliyat o'tkazdi. Amerikaning Myunxen shahridagi konsulxonasi 22-oktyabr Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlashib, 10-oyning oxirgi bir haftasida maxsus Uyg'urlarga bag'ishlangan Uyg'ur haftaligi faoliyati o'tkazilganligi to'g'risida uchur tarqatgan edi. Bu faoliyatning tunji qitimligini 26-oktyabr Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Ayso bilan, ikkinchi qitimligini 28-oktyabr Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropaga mas'ul vakili Asqarjon bilan, bugun, ya'ni 30-oktyabr oxirgi qitimligini Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin bilan o'tkazdi. Tor ziyorati orqali o'tkazilgan bu programmaga Amerikaning Myunxen shahridagi bosh konsuli Mixan Gregoros riyosatchilik qildi. Bugun Amerika bosh konsulining ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin bu haqda to'xtalganda, bir hafta davom qilgan bu Uyg'ur haftaligi faoliyatining nihoyat natijalik ilib berilganligini tilga oldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida qaraganda, Tashqi ishlar ministri Pompeo Sharqiy Janubiy Osiyo ziyoratining oxirgi bekitida Vyetnamda turli uchrashuvlarda bo'lgan. Pompeo o'zining Xitoyga bo'lgan andishini tilga olib mundaq dedi: "Biz ikki davlat munosabatini kuchaytirib, Sharqiy Janubiy Osiyo va Hind-Tinch okean rayonini bexatar va gullantirish uchun tirishchanlik ko'rsatamiz." Pompeo yana Amerika bilan Vyetnamning savdo munosabatini yaxshilash uchun yangi tadbir qo'llanish masalasini muzokara qilganligini bayon qildi. Uningdan boshqa, u Vyetnam tashqi ishlar ministri va jamoat xavfsizligi ministri bilan ayrim ko'rishdi. Sharqiy Janubiy Osiyo sayohatining bir qismi sifatida Hindiston, Indoneziya, Sri Lanka va Moldovani ziyorat qilgan Pompeoning safari rayondagi davlatlar bilan Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirish tirishchanligi deb qaraldi. Turkiyaning sharqidagi Izmir shahrida kuchli yer davrdi. Turkiya Ichki ishlar ministrligi Ofat va jiddiy ahvol idorasi 30-oktyabr soat 14:51 da Turkiyaning Izmir shahrida 6.6 bal yer davrganligini e'lon qildi. Tavrish markazining cho'nqurligi 17 kilometr bo'lib, shahar miqyosida nurg'un bino tavrish ta'sirida buzg'unchilikka uchirdi.
Egelenishçe, dastlabki tekshirishda 20 ga yaqin bino o'rilib tushgan bo'lib, 17 binoda qapsilib qolganlarni izlash qutqizish xizmatlari davomlashmoqda ekan. Doiralarning bildirishicha, hozirgacha yer tavrashda o'lganlarning soni 25 ga yetgan. Yaralanganlarning soni 800 dan oshgan. Cho'ng yer tavrashdan keyin 196 qatim qoldiq yer tavrash yuz bergan bo'lib, ularning 23 4 baldan yuqori ekan.